Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ogohlantirib shunday dedilar: An ibn Abbasin roziyallohu anhuma qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Rawahu ibn Majah. Dinda g'uluga ketishdan saqlaninglar, chunki sizdan oldingilar dinda g'uluga ketishi sababli halokatga uchradi. Ibn Majah rivoyati. Dinda chuqur ketmaslik va taassub qilmaslik haqida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: An ibn Mas'udin roziyallohu anhu anna nabiyya sallallohu alayhi vasallam qol halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Rawahu Muslimun. Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haddan tashqari dinda chuqur ketuvchilar halok bo'ldilar deb 3 marotaba aytdilar. Imom Muslim rivoyati. Bundan murod musulmon kishi diniy ishlarda Qur'oni Karim va nabaviy sunnatda bo'lmagan turli ibodatlarni ko'paytirib olib, me'yoriga rioya qilmasdan haddan oshirib yuborishdir. Shuni ta'kidlash lozimki, ba'zilar dinni juda ham yengil olib, Alloh taolo buyurgan amallarni ado qilishni ortga sursalar, yana ba'zilar esa uni haddan oshirib yuborishadi. Bu ikkisi ham noto'g'ri. Hakim zotlardan biri aytgan edi: bandalar Alloh taolo buyurgan ishlarni ado qilishlarida shaytonning 2 hamlasiga uchrashishlari bor. Biri bandaning shu amalda nuqsonga yo'l qo'yishi bo'lsa, ikkinchisi bandaning shu amalda haddan oshirib yuborishidir. Shayton bularning qaysi birida g'olib bo'lishiga parvo qilmaydi. Ya'ni qaysi birida bo'lsa-da g'olib bo'lishi uning uchun kifoyadir. Shariat hukmlarini yengil-yelpi beparvolik bilan bajarish ham noto'g'ri. Shariat hukmlarini o'ta chuqurlashtirib, o'ta haddan oshib amal qilaman deyish ham noto'g'ri. Ikkisida ham shaytonning vasvasasiga uchrash bor. Shuning uchun dinimizda har birini me'yorida buyurilganidek amal qilmoq kerak. Banda shaytondan ustun kelishi uchun amalini shariat mezoniga solib ko'rsin. Agar amalida nuqson bo'lmasa va haddan ham oshmasa, yutuq unikidir. Aksincha bo'lsa, natija ham aksincha bo'ladi. Buni bilish uchun ilm kerak. Inson to'g'ri yo'ldan ketayotganini bilishi uchun avval to'g'ri yo'l qaysi ekanini bilib olmog'i lozim. Shuning uchun shariatimiz ilm o'rganishga buyurgan. Dinda g'uluvga ketish musulmon xalqlarining o'rtasini bo'lib yuborishga sabab bo'ladi. Buning oqibatida vatanda beqarorlik vujudga keladi, yurtning quvvati zaiflashadi. Bu haqda Robbimiz kalomida quyidagicha xitob qilgan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ati'ulloha va rasulahu va la tanaza'u fatafshalu va tadhhaba rihukum. Allohga va uning rasuliga itoat qilingiz va nizolashmangiz. U holda tushkunlikka uchraysiz va kuch-quvvatingiz ketadir. Hozirgi oyat karimada Robbimiz mu'min musulmonlarni orasidagi nizolar, kelishmovchiliklarni qoralab gapiradi. Buni sababidan mu'min musulmonlar tushkunlikka uchraydi, quvvati ketadi, boshqalarga masxara bo'ladi. Natijada islom dini dushmanlari ustun bo'ladi.